Assalomu alaykum. Biz bir necha qitimliq darsimizda Firebase'ninki ishlatgichni dalillash, ya'ni user authentication bölümünü andın uqtirish evatadigan messaging, cloud messaging degan bu bölekni ishlatib ko'rdik. Hem sinfdagi bolaning talabiga asosan men bu yangi bir ders ishladim. Hem bugungi darsda oldi bilan Firebase bilan tanishimiz. Firebase bu Google'ninki ishlatgichni dalillash, bulut diskisi, bulut uçur evetiş degandek bir talay xizmatlarni bajarish uchun o'tirib chiqargan bir supsining nomi. Bu Firebase Google.com'da bu adresni sizlar ochgandan keyin shundaq bir bet ochiladi. Ochilgandan keyin biz Go to Console orqali buning boshqarish supsi yoki konsolga kelalaymiz. Konsol ochilgandan keyin endi biz bir yangi projekt qurishimizga to'g'ri keldi yoki yangi turdan birini qurishimizga to'g'ri keldi. Biz endi Androidda ishlatamiz. Ichida Androidninki bo'liq ismi degandek narsalarni uchurlarga kirgizishga to'g'ri keladi. Shunga oldi bilan biz bu Androidning o'zida projektdan birini shakllantirib olaylik avval. Biz Androidda yangi projektdan birini boshlatib bununla navigation job activity degan ma'qul turini tanlab boshlaydi. Bu turimizning ismi Firebase demo bo'lsin. Firebase demo deb yangi turdan birini boshlab qo'ydik. Endi yangi turdan birini boshlagandan keyin Firebase'ning ichida bu yoqqa add project deyiladi. Endi bu projektning ismini mana shu Android qo'ygan Firebase demo degan narsani qo'yay. Ondan continue degan knopkani bosamiz. Bu knopkani bosgandan keyin endi bu Google Analytics deb Google'ninki har xil appning ishlatilish jarayonlarini qanday qadamlar qayerdan ziyorat qilyotdi, appni kimlar ishlatadi degandek narsalarni statistik qilib turadigan bir mulozimat bu Google Analytics degan narsa. Shunga bu Analyticsni ishlatadigan bo'lsanglar bu ochiq qolsa bo'ldi, bo'lmasa taqib yozsanglar bo'ldi. Biz buni mush biti, ochiq biti davom qilamiz. Endi bu yerda hisob tanlaydigan yer chiqadi. Endi yangi app bo'lganligi uchun men create new account orqali yangi bir narsa qurib qo'yay. Buni o'xshashlar Firebase demo deb o'xshash ism qo'ymayman. Bu Google Analytics'ga bu ismni qo'yib etgandan keyin davlat tanla degan yer chiqadi. Buningda o'zingning turishlik davlatni tanlasanglar bo'ldi. Men Turkiyani tanladim. Tanlagandan keyin Google Analytics'niki kelishimga qo'shilma degan narsani tanlab create project deganni bossak, bu yangi projektdan birisi shakllandi. Endi u shakllanayotgan oraliqda qarasak Firebase demo deb bizniki Android'dagi projektimizmi hozir shakllanibdi. Mana sal kichikiltay. Endi bu projektlar tayyor bo'ldi deb Firebase bu chiqib bo'lgandan keyin continue deganni bossak, bizga bu yerda Firebase demo deb bizning qo'ygan projekt ismi bo'yicha bundaq bir ko'znak ochiladi. Buning ichida iOS olma telefonninki app bo'lsa iOSni tanlaymiz. Android bo'lsa Android, bo'lmasa web. Unity o'yin programmasi bo'lsa Unity'ni tanlasak bo'ldi. Men hozir Androidni tanlayman. Androidni tanlagandan keyin endi bu appninki bo'liq nomini so'raydi. Biz shakllantirgan appninki bo'liq nomini xohlagan bir Kotlin widgetni olsakmi, masalan main activity'ni buning ustiga chiqadi va yoki manifest kirsakmi, buningda bo'liq nomi yerda bo'ladi. Shu bo'liq nomini ko'chirgandan keyin buni Firebase'ning ichiga yepishtiramiz.
Andan app'ga bir ism qo'ysak, buningga bash Firebase demo degan narsani ishlataversam bo'ladi. Endi buni ishlatib bo'lgandan keyin endi miya kirgizgan narsa bu zarur emas. Shu buni kirgizmaylar biz register app deb app'ni tizimlatish desak, Firebase projekti qurildi bu yerda. Qurilib bo'lgandan keyin endi biz app'ning ichida bu Firebase mulozimatini ishlatish uchun bu yerda shakllangan bu Google Service degan JSON objektni tushirib app'ning ichiga qo'shib o'tishimiz to'g'ri keldi. Bu yerda ko'rsatmaga qarasanglar, bu shu app degan mundarjining ichida project degan nimani tabkini tanlasanglar, buning ichidagi app deganning ichiga Google Service JSON deganni ekirversanglar bo'ldi. Shunga buni avval download deb tushirib olamiz. Bu objektni tushirib bo'lgandan keyin men ilgari bir necha objekt shakllantirganligim uchun bu service degandan keyingi JSON degan narsa qo'shilib keldi. Dokumentdan ichiga kirib, buning ichidan o'zgartirib qo'y. Keyindagi raqamni ilib etsanglar bo'ldi. Siz bu raqamni ilib etsanglar, bu Google Service JSON deb holat keldi. Kelgandan keyin hamda ko'rsatma bo'yicha Android Studio Project'ning ichidagi bizning qurgan projektimiz Firebase demo degan projekt. Ustida Android degani project degan tanlasanglar, buningda app degan ichiladi. O'sha app deganning ichiga ko'chasak bo'ldi. Shunga app deganni tanlab turib, o'ng chekib, bu yerda open in deganni tanlasanglar, agar Windows bo'lsa, Explorer deb chiqadi. Mac'da Finder deb chiqadi. Buni chekkandan keyin endi shu app degan mundarja chiqadi. Uning ichiga kirib, bu yotimizniki tushagan objektimizning o'zini ko'chirib, shu mundarjaning ichiga elib etsak bo'ladi. Google Service JSON degan objektni ekirib bo'ldim. Bu birinchi bosqich. Endi projektni editay. Buni shakllantirib bo'lgandan keyin, objektni shakllantirib tushirib bo'lgandan keyin next deganni bosamiz. Next deganni bossak, endi buningda Firebase'ni ishlatish uchun bizningki Android projektining ichiga qaysi narsalarni qaytish kerakligini deb berdi. Shu bo'yicha qo'shsak bo'ladi. Masalan, project deganninki build gradle'ning ichiga Google deganni qatlaydi. Men hozir projectninki build gradle deganni qarab boqay. Uni ayirish uchun men project degan narsani Android deb tanlayman. Tanlab bo'lgandan keyin gradle'ninki birisi qarasanglar project, birisi modul deb bor. Project deganni tanladim. Tanlasam buning ichida Google degan narsa repository degan ichida bor. Shuni ayrim qo'shishimning hojati yo'q. Andan dependency degan narsaga qarasanglar, Google Service degan narsani akiribdi. Buning ichida Google Service yo'q bo'lganligi uchun biz bu kodni ko'chirib bu yerga akirib o'tamiz. Buni kirgizib bo'lgandan keyin biz normalda Gradle project ishlatganligimiz uchun aslidagi narsani qo'shib yurmaymiz. Andan kod qarasak, kodning ichida Java kodi, Kotlin kodi bor. Biz Kotlinni ishlatganligimiz uchun Kotlinni tanladik. Kotlinni tanlasak, buningda endi build gradle'niki modul. App modul degan narsadagi build gradle'ga qo'shadigan narsalar bor bu yerda. Endi shunga build gradle'ni ochamiz. Buning ichiga bu qurilishni qilishimiz to'g'ri keldi. Shu oldi bilan apply plugin deganni ko'chirdim. Buni akirib etgandan keyin yana bir apply plugin deganninki buni men akirdim. Buni akirib bo'lgandan keyin endi dependencies deganning ichiga qarasanglar, buning ichiga qo'shadigan bir necha qurba. Shunga dependencies deganning ichiga avval Firebase BOM deganni, uning ostiga Firebase Analytics deganni qo'shib qo'ydik.
bu ikki qo'lni qo'shib bo'lgandan keyin endi sync now deganni bassak, bizningki bu app Firebase'ni ishlatadigan holatga keladi. Firebase'ning asosli mashg'ulotlarini qila oladigan bo'ldi. Endi bu narsani kirib bo'lgandan keyin Gradle'ni sync deganni besib bo'ldik. Next deganni bassak, endi bu bizning qadam bosqichlar bu yerda tugab bo'ldi. Endi bizningki qiladigan ishimiz bugungi appda bu Firebase'ninki push notification bilan munosabatli, ya'ni uqtirish bilan munosabatli narsa. Şuna endi Firebase demo deganning o'ziniki chaqni bassak, tanchak boyaga kirdi. Tanchak boyada diqqat qilsanglar, bu yerda cloud messaging deb bu bir narsa bor. Cloud messaging degan shu bulut uchirilishi. Bu endi appliga uqtirish evatishda mush narsani ishlatamiz. Endi bu cloud messaging degan kirsanglar, bu yerda server key deb bizning shu push notification yoki uqtirish evatgan vaqtda ishlatadigan bir tal ochqich shakllantirib berdi bizga. Bu ochqich endi keyin bizningki postman yoki appning ishida shu notification evatgan vaqtimizda bu lozim bo'lgan narsa. Endi bu cloud messaging yoki push notificationni appning ichida ishlatish uchun biz bu sol tarafdagi tizimlikdan ast tarafga qarasak, cloud messaging deb bu yerda bir tür bor. Bu cloud messaging degan tepkini bassak, qanday boshlashim kerak degan narsani besib, buning ichidan Android setup deganni besib, Androidga qanday Firebase'ninki uqtirish iqtidorini qanday qo'shishni ko'rsak bo'ldi. Buningda endi bu Androidninki nashriga bo'lgan talab bir narsalar üst tarafda bor. Bizningki navbatdagi Androidninki Android sudininki o talab bir narsalar bunga tushidi. O narsa bilan jiq bilishmasak bo'ladi. Endi bu Firebase projektini bu yerdan biz qurgan vaqtimizda Google deganni, Google Service degan narsani kirdigan bu ishlarning hammani qilib bo'ldik. Endi bu Firebase messaging push notification degan narsani appning ichida ishlatish uchun bizning bu yerdan kirgizganimiz Firebase bomb degan narsani biz hozir Firebase messaging degan narsani kirgizmadik. Analytics'ni bu yerdan kirgizib bo'lgan. Shunga messaging degan narsani bu yerdanki Firebase'ni qatgan implementation deganning qatoriga buni qo'shib etsak bo'ldi. Qo'shib bo'lgandan keyin sync now deganni besitimiz. Bassak endi Firebase'ning asosli mulozimatlari bilan birga Firebase messaging degan narsami bizning appda ishlaydigan keladi. Bu holatga bo'lgandan keyin Firebase messaging service degan bu servisni ishlatadigan bir tal mulozimat vujudga qurishni talab qilyotidi. Bu Firebase'ning kelgan uchurini appning ichida nazorat qilish uchun bu servis yoki mulozimat ishlatishdagi maqsad mayli bizning app ijro bo'layotgan bo'lsin yoki ijro bo'lmayotgan bo'lsin, hamma sharoitda shu uchurni topshirib ola oladigan qilish maqsadiga yetish uchun. Shunga endi biz bu yerda Firebase messaging service degan narsani ishlatadigan bir servis qurib olaylik. Servis qurish uchun qanday qilamiz desanglar, biz avval bu projektninki wall munbadisining ichiga bir tal servis deb bo'laqdan birini qo'shib olaylik. Endi bu servis deganning ichiga biz Kotlin class deganni tanlab, buni miyadikidek my Firebase messaging service deb mening Firebase uchur sistem mulozimatim deb bu şekilde isim qo'yib oldik. Isim qo'ygandan keyin enterni bassak, yangi hujjatimiz shakllandi.
Endi bu servisning o'zini mana Firebase messaging service deganga varis qilgan bo'lish kerak deydi. Shunga biz bu servisni mana shu shaklda izolaymiz. Bu hujjatni qurib bo'lgandan keyin andin biz mana boyatanqi talabda deyilgandek manifestning ichida service deb bir narsa qo'shib olsak bo'ldi. Endi manifest deganning ichida qarasanglar mana activity degan taqilib bo'lgandan keyin biz bir tal service deb narsa quramiz. Buningga endi mana my Firebase service deganni tanlasak bo'ldi. Hozir qurgan hujjatimizning o'zini. Buni tanlab bo'lgandan keyin mana qarasanglar Android export false degan xaslikni yozibdi, ostiga qurgan. Uni yozib qo'ydik. Uni yozib bo'lgandan keyin endi mana intent filter degan narsani yozib, ondan servisni taqsak bo'ldi. Demak, endi mana manifestning ichiga biz qo'shiq tegishli narsalarni qo'shib bo'ldik. Buni qo'shib bo'lgandan keyin endi bizniki mana servisning o'zini Android manifestning ichida qo'shganligimiz uchun endi shu mulozimatimiz mana appda to'nilgan bo'ldi. Bizning mana qurgan. Endi bu mulozimatning ichida biz nima ish qilamiz desa, bizga uchur keldimi yangi. Andan keyin Firebase'ga tizimlatish zarurlik bo'ldimi degandek narsalarni o'shada biz nazorat qilsak bo'ladi endi. Endi buni Firebase'ga tunji qatim ulangan vaqtda bizga yangi bir token shakllantirib berdi. Shunga on new token degan mana bu funksiyani bu yerga yozib qo'yaylik. Bu funksiyani yozgandan keyin funksiyaning ichida biz endi shu bizga Firebase'ni shakllantirib bergan tokenni ko'rish uchun menga Firebase token deb yozib qo'yayman. Firebase token deb bu yerda aytgan token men pinol deb aytgan bu token deb o'zgartirib qo'yayman. Shu token deganda aytgan narsani biz ko'rib boqaylik. Shuna bo'lgan chog'da hozir bizningki app Firebase'dan uchur evasak topshira oladigan holat keldi. Uchur evatga vaqtni andan keyin Firebase'ga bizningki app tizimlansa hozir tizimlangandan keyin mana yangidan bir taqsim qilingan token ko'rinishi kerak. Ondan boshqa endi Firebase'ning kelgan uchurni topshirib olish uchun biz endi topshirib olgan uchurni ko'rib beqish uchun on message receive degan mana funksiyani mana men message deb o'zgartirib qo'yay. Message degan ashiraqdan kelgan uchur. Endi u uchurningki biz uchur kelsa log I deb Firebase message deb buningki message ID degan narsani ko'rib boqaylik. Masalan, uchurdan bizga kelgan uchurningki ID'sini ko'rib boqsak bo'ldi. Endi men ikki tal narsa qatdim hozir Firebase token bilan Firebase message. Endi bu narsani biz appni ijro qilib ondan Firebase'dan bu uchiraverib sinab boqsak bo'ldi. Firebase uchiraverib uchun biz boyatin mana üst tarafga qarsak tunji uchurani yo'lladigan bir narsa botdi.
send first message degeni bastık. Bunun içinde mesela men bu yerge mavzu degenge sınak degenini yazay. Andın notification text degenge bu sınak mezmunuyla biz koyay. Yazdık emni. Send test message degenini bassak, bu yerda emdi FCM'ninki tokenini kirgizlep çıkıdı o FCM degene Firebase'ninki cloud messaging'e. Endi bununda biz token giriş için app icra buluş gerek. App icra bolsa, tun ketim icra bolgan vaqtda bu Firebase token degen näsini biz yazır kösüdür. Andan o tokenning özüne biz miyege kirgizsek, muşu bizningki taqlidiy telefonumuzga uçur yol yalaymiz. Hazır emdi appning qozg'irishini saqlaylik. Başlanıp bolgandan keyin biz endi bu Firebase token degen näsini randiga ramkeden izlep bakaylı. Bu yerden izleş Firebase token dep izlesek, qarasak bu yerda bu uzun bir әріпсі kepti. Endi şu uzun tekstning o'zi token degan şu. Buni ko'chirib oldik. Copy deb ko'chirgandan keyin bu yerda FCM token degan buni kirgizamiz. Kirgizib, qo'shish belgisini bassak, bu bizning sinaq qiladigan tizimligimizga qo'shiladi. Buni qo'shib bo'lgandan keyin test deganni bassak, endi bizningki bu emulatorimizga uçur kelish kerak. Uçur kelsa, bu yerda Firebase message deb bir narsa ko'rinibdi. Firebase message. Qarasanglar, Firebase message degan narsami ko'rinibdi. Demak, bu uçur keldi degan gap. Kelgan uçur app ochiq bo'lganligi uchun bu yerda ko'rinmagan o'xshaydi. Men hozir appni konfini besib, mandaq aqsib o'tirib, o'tkazib qo'yib turay. Andan keyin yana bir sinaq uçur yo'llab boqayli. Yo'llasak hozir endi bu yerda qarasanglar, sinaq deb, bu sinaq mazmun deb bu uçur bizning telefonimizga muvaffaqiyatli keldi. Bunu bassak, appning o'zi ichildi. Demek endi biz Firebase'ga yangi appdan birini tizimlatib, o appga uçur evatishni hozir sinab baqdik. Qolgan mazmunlarni keyingi darsimizda so'zlaymiz.